Tim Horton'da işlеген ayal. Post. Abdori Gülşen Abdikadir. 5. qismi. Tim Horton barlıq Kanadada tug'ilib o'sgan kanadaliklar uchun to'limi oddiy va ko'ngillik bir ish o'rni. Ularning Tim Hortondan oladigan ta'sirotlari bakla oddiy va o'xshash. Ammo menga o'xshash yangi keldi ko'chmanlar uchun Tim Horton o'xshamaydigan ochiq tajribalar bergan bir o'rin. Xuddi paypaslab ketayotgan bir tal yo'g'on cho'milining ustiga kichikkina bir daraxt shexini tashlab qo'yganda yuz beradigan o'zgarishni tomosha qilgandek. Kanadada barliq siyosiga chetilib qolmagan Uyg'urlar intayin baxtlik. Ammo siyosiy bilan chetilib qolgan hamma Uyg'urning o'ziga xos baxtsiz kechmishlar bor. Aldı bilan ular vatanga bora olmaydi. Shunga Kanadada yashayotgan nurg'un Uyg'urlar gap so'z harakatda, rasmga tushish va videolarga chiqishda intayin ehtiyotchan muomala qiladi. Hatta siyosiga aralashib qolgan Uyg'urlarga muomala qilishdimi? Men siyosiyadan qachish uchun Tim Hortonda ishlagan ayol nomli bu postni siyosiy iboralar bilan aralashmagan holatda yezib, vatandagi to'r batlarda e'lon qilish va bu asrimni xalqimga sunish niyatida to'limi ehtiyotchanlik bilan yozdim. Asrimning asli nusxasida hech qanday siyosiy iboralar yo'q deb o'ylaydim. Ammo vatandagi nopozliq to'rbatlardan olgan javoblar meni hayron qoldirdi. Ular hushkallamni yig'ilishimning kerakligini, asrimda bo'lgunchilik va qutratquliq, shundaqla vatanning birligini parchalashga urinadigan gap so'zlarning to'lib turganligini, mandaklarning kasofatidan vatanda chiqayotgan nurg'unlagan to'rbatlarning taqilib qolganligini tilga elib, meni to'yg'izib qo'ygan edi. Demakki, suv ostiga cho'kkan odamning suvning sovuqligini his qilmaganidek, menmo o'zimning siyosiga qanchalik darajada chilishib ketganligimni o'zim his qilolmagan o'xshayman. Xuddi sirkiga chilgan ko'k pomidordek. Undaqda men qachondan boshlab siyosiylashib ketdim? Hürmetlik oqurman. Siz eriq o'stan, daryo va ko'llarga tosh etib baqqanmi? Bir tal toshning o'ziga etilgani bilan daryoning emas, balki eriqningmi parvoy pelak. Toshni qo'yniga elib, eqishini davomlashtirib, tog'larni tog'larga, asrlarni asrlarga ulab ketaverdi. Ammo ko'lda undaq emas. Bir tal toshning etilishi bilan ko'lda g'oyat zo'r o'zgarish yuz berdi. Ko'lga etilgan bir tal tosh bilan ko'l tegi taxtidan qo'chilib ketadi. Ko'l yuzida to'xtamay chambaraklar hosil bo'ladi. Ko'l bo'yida ko'ldagi bu o'zgarishni tomosha qilib o'ltirganingizda ixtiyorsiz "Vah, noyta bir tal tosh, ajab qo'chivatda ko'lning ichki dunyosini" deb hayron qolasiz. Oliy maktabni bitirib, toki xizmatga chiqqanga qadar o'zimdan boshqa hech narsani o'ylamaydigan, Guangzhou, Shanxaylarda tijorat qiladigan akallarim akilib bergan kiyimlarni kiyib,
әтірләні чечіп, вақтымның тәңдің толсыны ясныш білән өткізідіған, әкін айнақ бір қыз едім. Maaşımға али дәржілік шоколад, кәмпут, пәшмәт, танга, ішқылып, ейдіғалы нәрсі болса, еліп еп, ғәмсіз күн өткізеттім. Мәриямгүл, бүгін viloyatlik planlıq to'g'it yig'ini echiladi. Siz berib, xabarni yezib keling, dedi bosh tahrir meni ishxonasiga chaqirib. Bo'ladi, dedim men xo'shallik bilan. Chunki bundaq yig'inlar haqida xabar yozmoq nihoyatda oddiy edi. Yana kelib echilish murosimi, o'tirdiki muzokara va yepilish murosimi xabarlaridan boshqa har qaysi noy shaharlarning planliq to'g'it xizmati, doklad qatorliqlar qo'shilib, bir oylik xabar yezish vazifamni bir haftada tugatib, aram xudo kamput shokoladlarimni yeb, lalangshib, ishqa kelib, lalangshib ketib degandak kun o'tkazatdim. Shunda qilib, shu oyda men butunlay planliq to'g'it haqida xabar yozdim. Qishning oppoq qor qoplagan, qish optipi poqrab turib, odamlarni saharlik nashtir bilan cheqiyotgan bir kuni ishdan tushib uyimga qaytdim. Idor darvozasiga oz qolganda orqamdan Мәриямгүл deb chaqirgan ovozni angladim. Ishtik orqamga qardim. Idoramizning 70 yoshga kelib qolgan koni tahriri Mansur apandi velosipedini yetilganicha menga qarab kelyotdi. Mansur apandi garchi pensiyaga chiqib ketgan bo'lsa-mu, ammo tahrir bo'limimiz uni taklif qilib ishiltiyotdi. Men to'xtab Mansur apandimning kelishini saqladim. Mansur apandi menga qarab kelmoqda edi. U uchisiga ko'nirib ketgan qora sokno palto kiyib olgan bo'lib, bo'yniga yo'g'on chaqmoq yung sharpa selib olgan edi. Uning so'l puti sal og'risi kerak, qadamlarini oyab oladi. U ko'ni temir velosipedini so'l haychilab haydab kelyotdi. Velosipedning oldiga qilin paxtaliq palini va quloqchisini esib olgan edi. U odati bo'yicha quloqcha va palini darvozadan oldiga chiqqanda velosipedga minishdan avval kiyatdi. Uning chochlari xuddi yengili chelingan rishalidek oq va yumshoq edi. "Ha, Mansurka, qaytdingizmi?" "Men qaytdim, qizim, qaytdim." dedi u javoban. Biz xeyl bir yerga kelgicha piyoda paranglashib mangdiq. Ondan u gapning poskallisini qildi. "Qizim, Maryamgul, sizga deb qo'ydigan bir gap bor." U shundoq dedi-da, to'rt atrofga ehtiyot bilan bir qarab etib so'zini davomlashtirdi. "Maryamgul, boshqa odam bo'lgan bo'lsa, bu gapni qilmagan bo'lardim. Ammo siz idoramizdagi birdan-bir oliy maktab o'qigan qizimizsiz. Uning ustiga dadingiz bilanmi yaxshi o'taman." U 2-3 sekund turib olgandan keyin menga burilib qaradi va "Eng yaxshisi qizim, planliq to'g'it haqida ko'p xabar yozmagan bo'lsangiz. Planliq to'g'it bizga elib berilayotgan nopos tajovuzchiligining bir parchasi qizim." U shu so'zlarni qilayotganda horg'in chiroyi va nursiz ko'zlari jiddiy va keskin bir tusga kirgan edi. "Yana paranglashamiz qizim. Qandoq deysiz?"
O shundoq dedi-da, mo'ramga yenik qilib bir qanchin urib qo'ydi. Çataq yo'q, Mansurka, çataq yo'q, dedim men uningga. O paxtaliq paliyi va paxtaliq quloqchisini aldirmay kiydi-da. Xo'sh, at ko'rishayli, deginicha velosipedini so'l qaychilab minib yurib ketdi. Qor va muz qaplab ketgan bu yo'lda uning qo'lashmagan va kelangsiz harakatlar bilan so'l qaychilab velosiped minishi kishiga o hilali yiqilib tushidigandek to'yg'i beradi. Ammo u yiqilib ketmadi. O velosipedning chaqini yenik aylantirib, odamlar to'pi orasiga kirib ketdi. Mana bu mening hayot ko'limga etilgan bir tal tosh edi. Bu tosh mening ro'yi dunyorimni xuddi uzun yillar tashlanib qolgan bir o'nkirga sham yiqilgandek, kun nuri tushmaydigan qorong'u bir ambarda bir tal saranga cheqilgandek yo'rtib edi. Men bu mo'ysipit odamning orqasidan qarab hayron qoldim. Xalq orasida nima degan ulug' odamlar bor, ha? Men planliq tug'ut siyosatining Uyg'urlar uchun xatarlik bir siyosat ekanligini bilsammi? Ammo uningga amaliy harakatim bilan qarshi turishni, eng oz deganda norozi bo'lishni bilmagan edim. Shu kundan e'tiboran men Mansur apandini intayin hurmat qiladigan bo'ldim. Uni xuddi mening va bu davrning ma'naviy tavarrukidek his qiladigan bo'ldim. Oradan 2 yil o'tgandan keyin Mansur apandi vafot bo'lib ketdi. Meyit namozi tushirilishdan burun meyitning oila tavobatlari meyit bilan eng oxirgi qatim xo'shlashib olish kerak edi. Men qistilib yurib, uning farzandlar qatorida uning yuzini eng oxirgi qatim eng yaqindan ko'rishga muyassar bo'ldim. O intayin tamkin, xotirjam va huzur ichida yotadi. O menga nisbatan men xalqimga yuz kelolmagidek bir narsa yozmadim. Qalbimni faqat o'zimning irodasi bo'yicha emas, balki xalqimning irodasi bo'yicha tavratdim. Shunga o'lsammi armonim yo'q, davatqandek bilindi. Men Uyg'urcha yapiliq tilda aytganda, Mansur apandining o'limidan keyin butunlay siyosiy bo'lib ketdim. Uyg'urcha aytganda, hukumat tashviq qil deganni ko'p tashviq qilmaslik, yozgan narsalarimda hukumatni dartmilab chiqib oladigan narsalarni aralashtirish, siyosiy iboralar va maqtashlardan xoli bir narsa yezish siyosiy bo'lib ketganlik hisoblanadi. Men Maryamgul Abdurahmon Toronto ko'chalarida aldirash mengib, Tim Horton atliq ish o'rnimga ishlash uchun ketyapman. Tim Horton Kanadaning 1-nomerlik tez mulozimat restorani. Butun Kanadada 3200 dan ortiq Tim Horton bo'lishi mumkin. Ya'ni zanjirlashib ketgan. U da 2 qatim Tim Hortondan qo'g'landi bo'lib, endi bu 3-chisiga xeyli singib qoldim. Men Tim Horton atliq bu Kanadaning 1-nomerlik tez mulozimat restoranida ishlash jarayonida qo'g'landi bo'lishdan tortib hozirgacha 5 oliy maktabni bitirgandek bir bilimga ega bo'ldim desam, po atgan bo'lmasman balkim. Tim Hortondagi tunji kunimni o'ylasam kulgim keladi. Men o kuni xuddi
bir peqirtib tashlabassa, Afrikadagi yova odamlar bor o'rmonliqqa tushgan bir odamga o'xshab qolgan edim. Albatta, Kanadaliklar o yova odamlardek qo'rqinchli emas, balki intayin samimiy va yordamso'yar. Bu yerdagi asosli gap, men hayotimda ko'ribmi boqmagan bir yuqori saviyalik mulozimatning bo'lganligida, hamda mening bu saviyam bilan moslasholmay so'ralganligimda. İkinci qatimliq Tim Hortondan qo'g'landa bo'lgan vaqtimda boshliqim meni ishxonasiga chaqirdi. Boshliqim yuzlardan nur yig'ib turadigan intayin bir samimiy odam edi. O menga qarab mundaq dedi: "O'zgunim Maryamgul, mening seni ishdan chiqarib yo'q edi. Ammo shundoq qilishga majbur bo'lib qoldim. Sening bundan keyingi ishlaringga omad tilayman." Gerçi o meni qo'g'landa qilayotgan bo'lsa-mu, ammo bu menga hech ig'ir kelmadi. Chunki o mening ismimni xuddi bir Uyg'ur atayotgandekla Maryamgul deb to'liq va chiroyli talaffuz qilgan edi. Maryamgul, sen dunyoning nerede bol, soda tijoratning mundaq bir ochquchi bor. Buni esingda tut. Dedi boshliqim menga qarab, dana aldirmay, samimiylik bilan inglizcha so'zlab. Buning biri sifat, yana biri pokizlik, yana biri kulimsirash. Xaridorlar seni kulimsirashni bilmaydigan deb shikoyat qildi. Agar sen davomli Tim Hortonda ishlamoqchi bo'lsang, davomli kulimsirab tur. Boshliqimning bu so'zi bilan men o'ng tarafimda isig'liq turgan aynakka chondirmay qarab oldim. Allah, aynakka qardimda hammani bildim. Men kulimsiralmaslik, ya'ni kulalmaslik kasaliga giribdor bo'lib qopdiman. Darhol xiyollarim qaqoqlab kulib qo'g'lashmoq o'ynagan, og'chaylam o'ynagan balaliq chog'larimga, mardona qaqoqlab kulib, chaysirang ponni sarcha ko'ynaklarimni lapildatib valisqa piyqirgan yoshlik chog'larimga kechdi. O chog'larda ajab kulalagan edim. Ammo hozir nemishga kulalmayman? Ha, bildim. Men nemishga kulalmaslik kasaliga giribdor bo'lib qoldim degan bir kitob yozib chiqishim kerak. Koshki. Ash tamoqlarimni etib, qirqatlarimni yuyib berdigan bir xizmatkorim bo'lsa edi, ha? Qarshi tarafdagi aynakdan so'rin talat o'zimni ko'rib turib-tatdim. Ondaq bir kulimsiralmaslik kasaliga giribdor bo'lgan so'rin talat ayolni qandaqmi ishlassin, ha? Men boshlig'imning meni Tim Hortondan qo'g'landa qilib o'tishidagi bu sababiga tamoman qoyil bo'lgan edim. Biz xaridorlarga bir va'da berdik, Maryamgul. U bo'lsa-mu mahsulotlarimizning sop va yengiligi deb so'zini davomlashtirdi boshlig'im. Agar biz bu va'damizga amal qila olmaydiganmiz, tijoratimiz shu zamot cho'kib ketadi. Har bir cho'gin yangi qahva va choy damlanganda u faqat 20 minut ichida setilib ketishi kerak. Agar 20 minut ichida setilib tugimasa, uni to'kib o'tishing kerak. Biz sening Tim Hortonning bu shartlariga toza amal qilib ketalmaganligingni his qildik.
Agar sen Tim Hortonda ishlamoqchi bo'ladi ekansan, har zamon xuddi hujumga o'tish oldidagi askardek jiddiy holatda bo'lishing kerak. Sal qarashqa, yolg'onchilik qilishqa, mas'uliyatsizlik qilishqa qat'iy yo'l qo'yilmaydi. Sening o'tkazgan har qanday bir kichik mas'uliyatsizliging gazet va radio, televizorlar uchun muhim xabar obyekti bo'lib qolishi va bizning xalqning oldiga chiqib apu so'rashimizga sababchi bo'lib qolishi, hattoki Tim Hortonni taqishimizga sabab bo'lib qolishi mumkin. Chunki biz xaridorlarga shundaq va'da berdik. Kanadada xaridor demak xudo demak. Kanadada xaridorlar shikoyat qilib, har qanday mulozimat organini taqib o'talaydi. Men boshlig'imning so'zini jim o'ltirib anglamoqda edim. Rostini aytganda, bak yugoshlashib ketgan edim. Kanada meni shunchalik yugoshlitayotgan ediki, ayhanas, eliqi munozirchi Maryamguldan asarmi qolmagan edi. Demakki, xaridorlar 20 minutdan ortiq turib qolgan qahvani sotdi deb ustimdan shikoyat qildi. Boshlig'im so'zini davomlashtiryapti. Mayli Tim Horton markasi ostidagi suyqash bo'lsin, mayli qahva, choy bo'lsin. Sen uningga cho'qim qachon yasalganligini va qachon vaqti o'tib ketadiganligini aniq qilib xaridorlar ko'raligidek darajada ustiga yezib qo'yishing kerak. Vaqti o'tib ketadi ekan, u qanchalik qimmat narsa bo'lsa-mu, uni darhol axlatga tashlashing kerak. Agar bir xaridor vaqti o'tib ketgan bir narsani Tim Hortonda yeb qilib, qo'rsqi og'rib qolsa, Tim Horton u xaridorga to'lam to'lashga majbur bo'lamiz. Orani sukut qapladi. Boshlig'im bir hazo qo'lidagi daftarga qarab o'ltirib ketgandan keyin yana so'zini davomlashtirdi. Ko'rinib turibdiki, boshlig'im mening yetarsizliklarimni bir daftarga xotirlab mangan ekan. Sen bilib olishga tegishlik yana bir nuqta, xohasingmi? Kanadada nurg'un kishilarga xohasingmi reaksiya qiladi. Shunga, agar bir xaridor bagilga xohasingmi surkab berishni tavsiya qilgan bo'lsa, sen bu xaridorga cho'qim plastik pichoq ishlatishing kerak va ishlatib bo'lgandan keyin pichoqni tashlab o'tishing. Shundaqla atrofingni pokiz tozalab, dezinfeksiya qilishing kerak. Agar undaq qilmay, xohasingmiga ishlatgan o'xshash pichoqni ikkinchi xaridorga ishlatib qilib, ikkinchi xaridor xohasingdan reaksiyalanib qolsa, u chaqda Tim Horton u xaridorga to'lam to'lashga majbur bo'lib qoladi. Men kallamda boshqa xiyollarimni birlikda qilgach, boshlig'imning so'zini anglamoqda edim. Tim Hortonning Kanadada shuhrat qozonishidagi yana bir ochqoch pokizlik. Men sendan bir narsa so'rab baqay. Maryamgul, Tim Hortonning ichidagi ustal, shkaf va qozon beshinlarini dezinfeksiya qiladigan, ya'ni dasmalni selib surtadigan suvning temperaturasi qancha bo'lishi kerak? Uy temperaturasi bo'lishi kerak. To'g'ri aytding. Dezinfeksiya qiladigan suvning temperaturasi 60 va yoki 70 Selsiya gradus, ya'ni uy temperaturasi bo'lishi kerak.
Hamda har 30 minutda bir almashtirilib turilishi kerak. Pichoqlar har 2 soatda yuyilib, dezinfeksiya qilinishi. Döşilar har ismini almashqanda yuyilib, dezinfeksiya qilinishi. Go'sht turidagi mahsulotlar, qaymoqlar va pishloq silingan alyumin qachilar har ismini almashqanda yengisiga almashtirilib turilishi kerak. Sana davatqanlarım Tim Hortonning qoida tuzumi. Shundaqla Tim Hortonning formulasi. Agar sen bu formulaga to'liq tushmasang, seni Tim Hortonda ko'rishni xohlamaymiz. İçimde g'o'dirashqa başladım. Men hayotimda hech qachon bir formulaga tushib baxmagan. Kanadaga kelib ko'rmaganni ko'ramdim nima? Maryam Gül, sana aytib qo'yishga tegishlik yana bir muhim masala shuki, sen xaridorlardan zakaz olgan vaqtingda, xaridorlarning ko'zining ichiga tikilib qarab turib, zakaz elishing kerak. Kanadada qarshi tarafdan ko'zni qochirib turib so'zlash, qarshi tarafga hurmatsizlik qilganlik bo'ladi. Ammo mening madaniyatimda ayollarning erlarning ko'zining ichiga qarab turib so'zlashi hayosizlik hisoblanadi. Men darhol norozilik bildirdim. Boshliqim bu gapni anglab kulib ketdi. Maryam Gül, sen Tim Hortonda ishlayman deydikansan, Kanadaliklarning madaniyat va qimmat qarshiga hurmat qilishing kerak, dedi u yana. Maryam Gül, albatta sen bizning Tim Hortonda ishlash jarayonida yuqorqi jihatlarda ba'zan savalliklarni o'tkazgan bo'lsangmi, ammo yana nurg'unlagan xaridorlarga to'g'ri mulozimat qilib, ularni rozi qilib yo'lga solding. Men seni bu muvaffaqiyating uchun tabriklayman. Boshliqim menga qo'lini uzatdi va qo'limni ching siqdi. Bu $50 Tim Horton karti. Xo'shal kunlaringda ishiltarsan. Men kartqa asta qo'limni uzatdim va rahmat degan so'zni oralla og'zimdan chiqara oldim. Maryam Gül, agar sen xohlasang, yana bir yildan keyin men sana yana mush Tim Hortonga kirib ishlash fursati bera olayman. Sen bu bir yil jarayonida inglizchangni texim yaxshila. Tim Horton ko'chmanlar uchun sinoqlardan o'tishi intayin tas bo'lgan bir oliy maktabga o'xshaydi. Meningmi ota-onam Kanadaga ko'chman bo'lib kelgan. Onam inglizchani 20 yil to'xtamay o'rgangan. Hatto onamni hayotida inglizcha o'rganib, bu olamdan ketdi desammi, xatolashmayman. Biz ko'chmanlar Kanada jamiyatiga singib kirmiz deydiganmiz. Har kuni inglizcha o'rganib turishimiz kerak. Agar unda qilmasak, o'zimiz Kanadada kallimiz, ro'yimiz va tushunchalarimiz o'z vatanimizda qolgan biri bo'lib qolamiz. Men sening bu bir yil ichida kallangdagi ig'ir yuklarni cho'rib tashlab, xaridorlarning ko'zining ichiga to'lib tashqan kuch jasorat bilan tikilib qarab turib, gap qila oladigan va har vaqt kulimsirab tura oladigan bir ayolga aylanib, qaytib kelishingga tilakdoshman. Men Tim Hortondan xo'shlashib sirtqa chiqdim. Torontoning markaziy ko'chalarining birida kulimsirashdan xoli, so'rin talat chiroyim bilan ketyapman.
Rojdestvo bayramıga az qalğanlığı üçün koçalar avat adamlar bilan liq to'lgan edi. Ətrafımdakı adamlar qo'llarida mərtlik bilan pulning ko'ziga qaramay setib narsalarni ko'tirishib, xo'shal-xo'ram bir-birlar bilan inglizcha paranglashib, chaqchaqlashib ketayotmoqda. Xiyollarim do'lqinlandi. Men tug'ilib o'sgan shaharda har kuni ishqa borg'ucha va yong'ucha Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. deb o'z tilimda xalqim, do'st birodar, xizmatdosh va xo'lim qo'shnilarim bilan salomlashib ma'atdim. Endi Toronto ko'chalarida ketib o'tib, shu kunlarni seg'inaman, aslayman. Ba'zida cho'ng yoshdagi mo'ysipit kishilar Maryam Gül deb meni chaqiratdi-da, yo'lning xilvat joylarida asta qulog'imga pichirlab. Hökumətning ichida qandaq yangi gap so'zlar bor? Namoyishga chiqqan balalarni qo'yib berdigandek turamdi qandaq deb so'raydi. Baxtli chog'lar. Toronto ko'chalarida bundaq salom soatlar yo'q. Kanadalıqlar intayin boy. Ular mashinaning yaxshisini, uyning yaxshisini, telefonning nochisini, sayohatning nochisini qilish, universitetining yaxshisini tanlash haqida boshqa turib yashaydi. Ularda bugun buni yedim, ata nima yerman degan g'am qayg'u, pulni siqib yig'adigan mijoz xarakter yo'q. Balaliq çağlarımda dadamның tәмтүш ağaynları bilan so'zlashganda, "Hey, hayotda turxundan is chiqarishning o'zimi intayin zo'r bir ish." deganlari yodimga kelsa, hayot yashash, pul va boylik haqida texmi cho'nqur o'ylarga mubtala bo'laman. Kanadamo intayin boy davlat. Kanada ham Amerikadek urush qaq emas. Kanada dunyodagi urush jidallar va siyosiy majralarga ko'p kirib qolmay, tinch va xotirjam yashashni maqsad qilgan bir davlat. Amerikada hodis yuz berib, bir chimchiloq qo'lingiz uzilib ketsa, $40,000. Bir ko'rsatgich barmoqingiz uzilib ketsa, $60,000. Bir o'ttir barmoqingiz uzilib ketsa, $70,000 yanchqingizdan chiqarib doktorga to'laysiz. Ammo Kanadada bularning hammasi bekorlik. Agar xonimingiz Amerikada yengib qolsa, sug'urtingiz bo'lmagan ahvol ostida pahoy nurg'un dollar to'lashga majbursiz. Kanadada tug'ut va barliq operatsiya, shundaqla tekshirtish uskunlariga tushishning hammasi bekorlik. Uni azdab bir balangiz tug'ilsa, Kanada hukumati har oyda sizga ozroq kam $500 pul berdi. Bu toki balangiz 18 yoshga kirganga qadar davomlashadi. Kanadaliklarmo mana shundoq bir boy davlatda yashaganligining payzini surib yashaydi. Ular na vatan g'ami, na ishsizlik g'ami, na bolalarni oliy maktabda o'qitolmay qilish g'ami deganlarni bilmaydi. 2015 yıl 1 ayının 7 günü. Ben Meryemgül Abdurrahman. Bugün Kanadaga kelganimga 10 yıl.
Tim Horton namlıq Kanadaның bu birinci numurluq tez mülazimet restoranida işləvatqınımğa 5 yıl boldu. İkinci Tim Horton'dan işten to'xtatilgandan keyin, qo'polroq so'z bilan aytganda, qo'g'landi qilingandan keyin, dal 1 yil o'tganda, heliqi Tim Horton'ning boshlig'i va'dasi bo'yicha menga ikkinchi qatim yana bir fursat berish uchun telefon qilib, mening izchil holda Tim Horton'da ishlashni o'ylayotgan va yoki o'ylamayotganligimni so'rdi. Men xo'shallik bilan ishlashni xohlaydiganligimni bildirdim va ishlab ketdim. Hozir tarjimahol yozishqimi xeyli usta bo'lib qoldim. 5 yilning oldidagi o tarjimaholimga qarsam kulgim keladi. İş o'rinlari bilan bo'lgan yuz turani uchrashishlarda qarshi taraf so'raydigan savollarga qanday javob berishni yangi kelganlarga o'rgatib ketaman o'zimcha. Kanadaning Tim Horton atliq bu birinchi numurliq tez mülazimet restoranida nimalarning beshimdan o'tganligi o bir roman. Men Tim Horton'da xuddi suv o'zishni bilmaydigan birsini daryoga ittirib atgandek. U yoqqa urildim, bu yoqqa urildim. Ba'zida suvning royi bo'yicha ittik oqdim. Ba'zida quram tashlarga urildim. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, oxiri qirg'oqqa chiqdim. Hozir men Tim Horton'ni tashlavatsam tashlavaman-ki, Tim Horton meni qo'g'landi qilib o'tolmaydi. Ammo men Tim Horton uchun kurash qilgan bu kun va bu yillarim uchun pushaymon qilmayman. Chunki men tanlash navbatida hayot qilish uchun yashashni emas, balki yashashning ta'min tetish uchun yashashni tanlagan edim. Suvmo eqib yo'lini topganga o'xshash, menmo yo'limni topmoqda edim. Toronto ko'chalari kech kuzning sarson yo'pirmoqlariga panolik berayotgan bir kuni ma'lum bir Tim Horton'da tarjimon yigit bilan tasodifan uchrashib qoldim. Tarjimon yigit meni ko'rib, "Alloh" degenicha peshonasiga birini urib, qaqoqlab kulib ketdi va "Hada, siz hech Tim Horton'ning peshini qo'yib atmadingizmi?" dedi hayronlik bilan. Keyingi kunlarda tarjimon yigit mening Tim Horton'da sotiladigan mahsulotlarni yodlashimga yordamchi bo'lgan edi. "Hada, bu haqning donat degan bir nimasi bor. Bak yaxshi ko'rdi. Dip deganlari o'ttirsi to'shik bo'lganlari. Masalan, xonay dip donat desila, darhol o'ttirsi to'shik bo'lganlarga qarang." deb taktika o'rgatdi u menga. Hayot xuddi suratlar yig'indisi. Ammo sen bu suratlarning hammasida kulimsiralmasliging mumkin. Yana kelib meningdek kichikkina bir dumko'mtirib qo'yilgan Qozon shahrida tug'ilgan. Nurg'un odamlar dunyoning cho'ngligi mushunchalik o'xshaydi deb yashaydigan bir jo'grafiyada yetilgan mandaklar uchun Toronto qancha asr burun yashagan bir odamni tirildirib, ondan uning qanday yashaydiganligini tomosha qilayotgan tomoshabinga o'xshaydi. Bugun yana Torontoda qattiq sovuq bo'ladiganligi haqida meteorologiya idorasining uqtirish berganiga qaramay, ikki uy makonsiz kishining ko'chada
to'nglab o'lib qolganligi haqida xabar tarqatildi. Kishilar bu ikki vatandosh uchun Toronto shaharlik hukumat binosi oldida namoyish o'tkazib, shahar boshlig'i Jonni javobgarlikka tortdi. Jon namoyishchilarning oldiga chiqib, ikki Kanada vatandoshining sovuqdan to'nglab o'lib qolganligida shaharlik hukumatning mas'uliyati bor ekanligini e'tirof qildi va namoyishchilarning haq, adolat va Kanadaning insonlik qimmat qarshini qo'g'dash uchun elib borgan harakatiga yuqori baho berdi. Shahar boshlig'i yana darhol Torontodagi har qaysi markaziy o'rinlarga sovuqda qolganlar isinib olish o'rni qurish haqida buyruq berdi. Men Maryamgul Abdurahman. Vatanda qo'rchoq amaldori bo'lg'icha Kanadaning oddiy bir puhrosi bo'lganini afzal ko'rgan bir Uyg'urman. Tajidarlar tajining ko'zi bo'lgandan ko'klam yomg'irining bir tomchisi bo'lishni afzal ko'rgan Uyg'urman. Qo'rqinchoqlarning qo'lidagi qilichi bo'lgandan jasur bir ayol bo'lishni tanlagan Uyg'urman. Albatta, jasur ayolning bir qarashi qo'rqinchoq odamning qilichidan necha hassa bakrak dushmanni titritar. Agar o'zimga baho berishga to'g'ri kelsa, men o'zimdagi ana shu jasurona bir qarashni intayin yaxshi ko'raman. Shu jasurona bir qarash men tug'ilib cho'ng bo'lgan shu tugmadak shahardan yo'lga chiqib Kanadaga kelib to'xtag'ichi bo'lgan safarlarimda menga hamroh bo'ldi. Jasur ayolning bir qarashi umid, ishonch, ruh va haq adolat olimini kezishga yetaklagan qarash. Men yana insonlar hukumatlardan qo'rqadigan yerlarning xandonsiz bulbul bo'lgandan, hukumatlar o'z puhralaridan qo'rqadigan dunyolarning jafokash chumilisi bo'lishni tanlagan Uyg'urman. Men yana qapas ichidagi yaltiroq to'z bo'lgandan, erkin dunyoning erqida erkin oqqan suv bo'lish yo'lini tanlagan Uyg'urman. Men yana o'lik bir imperator bo'lgandan hayot bir tilamchi bo'lishni tanlagan bir Uyg'urman. Men Maryamgul Abdurahman. O'z navbatida Kanadaning 1-nomerlik tez mulozimat restoranida ishlagan bir ayol emas, balki yana Uyg'ur degan bu ismni kanadaliklarga tonitish uchun yolvorib yurgan madaniy divona tilamchiman. Vatandagi tilamchilardan farqim, ular etigiga 10 tiyin tashlanganiga xo'sh bo'lsa, men bir odamning Uyg'urni bilgan va toniganiga xo'sh bo'lib, uningdan bitmas, tugamas umid, jasorat va ruh elib yashaydigan Uyg'urman. Ey dunyo, kimlar partkom shujisi bo'lish tamasida, hukmdorlar so'rinlarining eg'iz surtadigan qo'l yog'liqi bo'lishni sharaf deb bildi. Yana kimlar ularning ochiq haroqlarining zakoskisi bo'ldi. Yana kimlar nima ishlarga rozi bo'lmadi. Yana kimlar nur bakri bo'lib qilish uvolchiligidan badar qochdi, hatto qit'alar atlab xuddi mendek. Kanadada o'tgan bu yillar menda cho'ng o'zgarishlar hosil qildi. Eng muhimi,
Her vaqt mening ro'yi dunyorimni bearam qilib kelayotgan Maliyamuguli Abdurrahman degan manga majburiy tengilgan bu so'rampalas ismimdan qutuldim. Hozir men Maryamgul. Kanada pasportum va Kanada kimligimda shundoq yozilgan. Xizmatdoshlarim meni Maryam deb chaqirishdi. Men bu kunni tabriklash uchun chet eldagi birdan-bir mulkim, pul va qudratimdan kuchli bo'lgan oilam bilan birlikda tabriklash murosimi o'tkazdim. Murosimda yana yaqin do'stlarimizdan Toronto kütüpxanasının ko'p xil madaniyatlarni rivojlantirish bo'limining boshlig'i Pamla xonim, Urumchi, Qashqarlarni ziyorat qilib, Uyg'ur lag'miniga, bo'libmi Xitoycha, ba'zimen deyiladigan lag'man tortishga herisman bo'lib qolgan Pattar apandi. Shundaqla men ishlayotgan Tim Hortonning boshlig'i Suv xonimlar bor edi. Dasturxonimizda Uyg'ur tamoqlari bo'lgan polo, samsa, mantilardan boshqa yana pizza, papayis, shundaqla italiyaliklarning pasta, turklarning dolma va baklavalarmi bor edi. Muzikalardan Harvikash naqshisi, qapqara qo'y ko'zligim, yar sening darding ikkinchi, shundaqla bulbullar, bulutlar orasidan qatorliqlar bo'sh va yiqimliq anglanib turadi. Bu kichik tabriklash marosimida men oilamdagilarga va 3 nafar do'stimizga nutq so'zlab, bugungi dunyoda insonlarning o'z ismini to'g'ri atayolmay, hukmdorlar majburiy tangan ismlar bilan yurishi bir fojia. Men bir inqilob qildim va bu inqilobda Kanadada g'alaba qildim, dedim. Ular chavaklar chelishib meni tabriklashdi. Shu kundan e'tiboran men kechalari kulimsirab uxlaydigan bo'ldim. Shundoq, men bu 10 yil jarayonida yana nurg'ulg'an qonuniyatlarni yakunlab chiqdim. Yakunlagan qonuniyatlarimning birisi shuki, bir insonni vatanidan ayirib etkili bo'ladi ekan, ammo vatanni uningdan ayirmoq mumkin emas ekan. Men Maryamgul Abdurahman. Gerçi özüm vatanda bo'lmasammo, ammo bu 10 yilda vatan bilan pichirlashib yashadim. Chunki meni men qilib turayotgan, mening ichki hissiyotlarimni allaylaydigan hamma narsa vatanda edi. Daraxt qancha egiz o'ssimi, ammo uning yo'pirmoqlari yanala yerga tushganiga o'xshash. Men Kanadada egiz o'sgan bir daraxt bo'lsammi, ammo mening yo'pirmoqlarim vatan ziminlariga, hatto har bir bulung pishqoqlarga qadar tushmoqda va ona ziminga singib ketmoqda edi. Men yana Kanada bayrog'i oldida qasam berib, Kanadaning vatandoshligiga o'tdim. Albatta, bu men Maliyamuguli Abdurrahman degan or nomusqa tegadigan ismimni peqirtib tashlab o'tishdan burun bo'ldi. Men Kanada bayrog'i oldida qasam berayotgan va u Kanada
degan Kanadaның dövlət geminini орынлаватқан vaqtlarda bədəllərim mən heç bir zaman his qılıb baxmağan çin əqidə və sadaqət hissiyatı bilən lavuldavatqandək boldu. Vətən və tupraq haqqında, vətəndən ayrılğandakı vaqtlarga seliştirganda texmi muhabbatlik tonishqa ega bo'ldim. Agar qalbimda vatan degan bir uqum yolqinjimigan, vatan degan bir soya menga agashmagan, vatan degan bir ovoz quloq tubimda zoya bo'lmagan bo'lsa edi, men Kanadaning bu rəhimsiz və natunish daryo o'stanglarda oqolmagan bo'latdim. Bugun Toronto ko'chalari ochiq sovuq va vulg'an shivirg'andan g'al-g'al titramoqda. Shundoq yanvar va fevral oylarida tabiat mən tug'ilgan, ashu dumkib turib qo'yilgan kichikkina Qozon shahridimi sovuq huvlashlar bilan zaharlik yılandak jonliqlarni cheqishqa hozir turdi. Ammo sen kimlar bu ochiq sovuqlarga bardoshlik berolmay ko'ch-ko'ylarda to'nglab o'ldi? Kimlar qolaydigan ko'miri yo'q to'nglab o'ldi bilmaysan. Nə xəbər alalmaysan, nə sana xəbər berdiganlar bolmaydı. Amma Kanadada undaq emas. Bugün Torontoliklar 2 nəfər vətəndişinin koçada tonlab ölüb qalğanlığının hesabını hökumətlərdən soraş üçün koçalarga töküldü. Çünki vətən demək xalqның küçü demək. Xalqның küçü demək adalet deməkdir. Adalet dünyası bəzi yerlərdə adalet xuddi lıq tok qaçılanğan telefonga oxşaydı. Bəzi joylarda bolsa toksuz telefonga. Gerçi kunning soğuq bolğiniga qaramay, bugun men ishlavatgan bu Tim Horton her kundakidan 2 hassa aldirash bo'lib ketdi. O'chratlar tashqillab ko'chalarga qadar so'zilib ketdi. Chunki men ishlavatgan bu Tim Horton shaharlik hukumat binosiga yaqin atrofda bo'lganligi uchun muzlagan namoyishchilar Tim Hortonga o'zini etishgan edi. Men qahva, choy damlash, damlanib bo'lgan qahva, choylarning qirindalarini axlatga tashlab yuyib, tozalab, yangi qahva, choylarni damlashga hozirlanish, zakaz elish, xaridorlarning qahva, choylarini damlab berish, xaridorlar zakaz qilgan tatliq turimlarni, shundaqla suyqash va sandvich deganga o'xshash narsalarni xaridorlarga yetkazib berish qatorliq ishlar bilan mashg'ul edim. Hozir 10 yilning oldidagi Mishjon, Izilangu, Yig'langu Maryamguldan asar qolmagan edi. Men shunchalik tez va shunchalik chapdastlik bilan zakaz elib, xaridorlarning qahva, choy va yemak-ichmaklarini shunchalik tez yetkazib beratdimki, ay Hanas, boshlig'im to'xtamay Maryam yaxshi ishlayotsan deb menga madad beradi. Ay ayol, yig'lama. Mishchallar va yig'langular başlarını məğrur kötürüb, çəksiz ketken köklərdən huzur alalmaydı. Yeter ki, düşmeninki xəncərdək sançılıb qaraydıgan ötkür közlərin zarar görmüsün. Gerçi Torontoda qançılğan rənglərə sahip oxşamğan közlər mövcud bolsumu, amma onundan iqivatqan yaşlar oxşaş idi.
Torontoliklar xos millatlar uchun emas, balki insonlik uchun yosh to'kadigan xalq. Bugun Toronto xalqi qattiq soğuq sababidan ko'chada to'nglab o'lib qolgan 2 nafar vatandoshi uchun yosh to'kdi va yana yosh to'kib uyida o'ltirib qolmadi. Balki ishlarini tashlab ko'chalarga to'kildi. Мен namoyishchilar zakaz qilgan qahva, choy, sandvich va suyqash qatorliq narsalarni ko'tarib, namoyishchilar o'ltirishgan ustalga bordim. Ustimda yarishimliq Tim Hortonning xizmat kiyimi. Maydamda Maryamgul deb yozilgan ism kartochkam. Beshimda Tim Horton degan xat yozilgan shapkam bor edi. Ro'yimmo ustin edi. Namoyishchilar hukumatni to'xtamay ayblamoqda edi. Ular bugungi kunda Kanadada 2 kishining sovuqdan to'nglab o'lib qilishi Kanada hukumati va xalqi uchun nomus deb g'azab bilan so'zlashmoqda. Namoyishchilarning bu holatini ko'rib, xiyollarim qanotlandi. Ko'z oldimdan izdiraksiz g'oyib bo'lgan o'g'lini izlab, cho'qonlarni dunyolarga qadar anglatishga urinayotgan, ammo bo'g'ilib kelayotgan qaysar Uyg'ur onalari. Dünya adaletining urqi nima degan takshi chechilmagan ha? Ba'zi yerlarga bak mo'l, ba'zi yerlarga bo'lsa hech chechilmagan. Men tug'ilib cho'ng bo'lgan ashu dumkum turib qo'yilgan Qozon shaharda nurg'un kishilar izdiraksiz g'oyib bo'lib ketdi. Turmalarda o'ldi. Qani bular nega ketdi deb so'rg'uchilarmi o'ldi. Men ashu dumkum turib qo'yilgan Qozon shaharga adolat ilib kelaligidek kuchga soyib bo'lmasammi? Ammo adolat hukm surayotgan bir joyni oxir topdim. Hamda haq adolat uchun chuqan selayotgan bu haq adolat egillarga eng yaqin holatda turib xizmat qilmoqdaman. Torontodagi insonlik qimmati bilan mening ona shahrimdagi insonlik qimmati o'ttirsida selishtiroli bo'lmag'idak darajada zo'r farq bor edi. Oqning taqdiri kirlanmak, qarining taqdiri qarilanmak bo'lganidek, men dumkum turib qo'yilgan qora qozon ostidagi qora taqdirga duchor bo'lib, qarilanib kelgan bir millatning pushtidiman. Men Maryamgul Abdurahmon. Kanadada adolat haqida ko'p narsalar o'rgandim. Ba'zilar maktablarda o'qib o'rganadi, ba'zilar yashab o'rganadi. Xuddi mendek. Yashaganlar dengizdagi bo'ron chapqin chayqagan kemiga o'xshaydi. Maryam, tuyuqsiz qulog'imga birsining meni chaqirgan ovoz anglandi. Men beshimni ko'tarib yon ustalga qardim. Mening ismim Alex. Toronto universitetida o'qiyman. Men bugungi bu namoyishning tashkillovchisiman. Tanishganimga mamnunman. Qahvani bak yaxshi damlabsiz. Rahmat, dedi Alex menga qo'l uzatib. Rahmat, bu mening xizmatim, dedim men uningga javoban. Maryam, siz o'zbekmi? deb so'radi Alex orqadan. Yo'q, men javob berishga tamshilavadim. O darhol.
to'xtang, men topaman, dedi jiddiy talaffuzda. Arqadan u yana: "Undaqda siz Uyg'ur, shundaqmi?" dedi. "Shundaq. Ammo qanday bilib oldingiz?" "Men bir inglizning mening qaysi millatdan ekanligimni faraz qilib bilib olganini tunji ko'rishim edi. Men Toronto universitetida tarix fanlari o'qiyman. Men aslida Mo'ng'ul tarixiga intayin qiziqqan va buning uchun yo'lga chiqqan edim. Ammo o'qish jarayonida Mo'ng'ul tarixining Uyg'ur tarixi bilan giralishib ketganligini his qildim. Men Uyg'urlarni biladigan va Uyg'ur tarixiga qiziqadigan bir ingliz bilan tasodifiy Tim Hortonda uchrashib qolganimdan intayin hayajonlandim. Hayajon sababidan bo'lsa kerak, og'zimga boshqa gap kelmay, to'xtamasdan: "Siz bilan ko'rishganligimdan mamnun bo'ldim" degan so'zni takrorlab ketdim. "Maryamgul, Torontoda qanchalik Uyg'ur bor?" so'radi Alex mendan. 150 yoki 200 atrofida Uyg'ur oilasi bo'lishi mumkin. "Nayt yaxshi." Alex men bilan so'zlashgach, yonchuqidan hisoblag'ishni chiqarib, mendan dunyoning har qaysi joylarida taxminan qanchalikdan Uyg'ur yashaydiganligini so'ragach, Xitoy chegarasi sirtida yashaydigan Uyg'urlarning statistikasini qilmoqda edi. U bir hazo hisoblag'ach qarab turib ketgandan keyin mundaq dedi: "Xitoy o'zining nüfus ma'lumoti bo'yicha aytgandimi, Uyg'urlar 9 million atrofida. Agar bularning 1 millioni chet elda bo'ldi degan taqdirda, Xitoy sizlarning til va madaniyatinglarni yo'q qilib o'tish maqsadini vatan ichida amalga oshira olgan taqdirdami, chet elda yashayotgan 1 million Uyg'ur o'z milliy kimliginglarni saqlab va qo'g'dab qilishga tamoman yetisizlar. Shundoqla mustaqil bir davlat bo'lish jihatdagi raqamlarga kelsak, sizlarning qarindishinglar Qirg'iziston, Turkmaniston qatorliq davlatlar 5 millionlik nüfusi bilan mustaqil bo'lib turmoqda. Undan boshqa Yevropadagi Norvegiya, Daniya qatorliq nurg'unlagan davlatlarmi 5 million, hatto uningdan to'van nüfus soni bilan mustaqil davlat holatida mavjud bo'lib turmoqda. Men intayin hayajon va xushallik ichida Alexning so'zlarini tingshimoqda edim. Maryamgul, sizlar har yili 5-iyul inqilobi, Barin va G'ulji inqiloblarini xotirlab namoyishga chiqyapsizlar? Albatta chiqyapmiz, dedim men javoban. İçimde bolsa Alexning biz Uyg'urlarning hamma harakatlarimiz bo'lgan kunlarimiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lganligidan texmo so'yingan edim. Nayt yaxshi. Cho'qan silish va namoyish qilish ro'yinglarni yo'qitib qo'ymanglar. Chunki Kanadaliklar jimjit sukutga cho'mgan millatlarning emas, haq va adolat uchun cho'qan salgan millatlarning orqasida turishni tanlagan xalqlardir. Yana bir gap, sizlar Barinda, Urumchida, G'uljida bir vaqa chiqardinglar emas, balki bir inqilob qildinglar.
nurg'unlagan Uyg'urlar qurbonlik berdi. Shuning uchun bu harakatlarni sizlar inqilob deb atishinglar. O'zinglar qilgan inqiloblarni to'lib tashqan ishonch bilan inqilob deyalishinglar kerak. Shu chaqda sizlarning inqiloblaringlarni chet elliklar muayyanlashtirdi, dedi. Alex va uning bugungi namoyishga chiqqan barliq hamrohlari meni o'rib olishgan edi. Mendan ular Uyg'urlarning kimligi haqida to'xtamay savol so'raydi. Men bugun o'zimni intayin mamnuniyat va xushallik ichida his qildim. Alex yana so'zini davomlashtirdi. Aslida Ipak yo'lining taqilib, dengiz yo'llarining ochilishi sizlarning eng zo'r talaysizlikinglar va baxtsizlikinglar bo'ldi. Shundan buyon tozimi ishkir bo'lgan bir ichki quruqlikqa qamilib qoldinglar. To'g'risi, Xitoy sizlarni shu yerga qamab qo'ydi. Dunyo sizlardan, sizlar dunyodan yiroqlashib ketdinglar. Ammo xotirjam bo'lginki, Maryamgul, yaqin kelgusida Ipak yo'li va Taklimakan dunyoning eng qiziq nuqtasi bo'lib qoladi. Dunyo Uyg'urlar haqida so'zlaydigan kunlar keladi. Xayr xo'sh, Maryamgul. Sening Tim Hortondagi ishlaringga muvaffaqiyat tilayman. Alex menga yana qo'l uzatdi. Menmi uningga qo'l uzatdim. Shu qatorda Alex boshchiligidagi namoyishchilar qo'shunimi menga qo'l uzatib, mening bilan qizg'in qo'l elishib xo'shlashdi. Alex yana menga ism kartochkasini berdi va Uyg'urlarning namoyishlar bo'lganda chaqirishimni, o'zi va do'stlar bilan birlikda Uyg'urlarning yanada turishni xohlaydiganligini, undan boshqa har turlik Uyg'urlarni Kanadada tanishtirish mazmun qilingan madaniyat faoliyatlarini birlikda elib berish o'yining muborligini aytib, Tim Hortondan ayrildi. Men meyig'imda mamnuniyat bilan kuldim. Bu mening rost va samimiy kulkam edi. 5-qism tugadi.